bunaqa paketlar chiqaradigan uskuna topdik, ko'rib turibsizlar. Hammasi har xil kartondan qilingan, zo'r ekan. Ishlab chiqarish narxi 1 yuanga ham bormaydi deyapti. Bu 0.13 sentlar atrofida. Mana bu yerda mashinani o'zi turibdi, ko'ribsizlar. Juda uzun. Mana bu yerda tayyor olib keladi, mana bunaqa kartonda. Ko'rib turibsizlarmi mana? Tayyor olib kelinadi, printer qilingan. Keyin mana uskuna ishlashni boshladi. 1 soatda 6000 ta chiqarar ekan. Mana bunaqa tayyor holatda keladi. Endi mana bu iplarini keyin alohida qo'yiladi. Oxirida masalan mashina chiqargandan keyin mana ko'rib turibsizlar. Liniya bo'yicha keladi mana shunaqa. Hozir ichida yo'q. Endi ko'rgazmaga qo'yib qo'ygan. Mana ko'rsatyapti bizga hozir qanaqa qilinganini. Ketyapti mana. Juda zo'r ekan, 1 soatda 6000 ta chiqarar ekan. Xitoyda juda populyarniy narsa, mehmonlar kelganda, delegatsiyalar kelganda tayyor qilib mana shunday holatda sovg'alarini beradi. Toshkentga ham olib kelsa, menimcha zo'r, mana tayyor holatda mana. Uskuna 1.160 necha ming yuan dedi. Bu dollarda 160 ming dollarlar chamasida bo'ladi ekan. Zo'r uskuna ekan. Mana shunaqa paketda chiqarishgan.